Hoziroq shu videomizga patadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, chunki ko'rib turgan 200 ming so'm pul sizniki bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina 15-yanvargacha kelib do'konimizdan komplekt holatda yoki karterda o'zini xarid qiladigan bo'lsalaring, akalar, obuna bo'lib, like bosganlaring uchun bizdan 15-yanvargacha kelib mahsulot xarid qilasizlar. Mahsulotning narxini kelishamiz, narxidan tashqari 200 ming so'm bonus sifatida sizlarga gazlaringga, obedlaringga bonus sifatida qo'shib beramiz akalar. Ko'pchilik akalarimiz aytishadi, bu 200 ming so'm pulni tovar ustiga mindirishgan deydi. Luboy joydan ko'rib turgan mahsulotlarning narxini bemalol so'rab kelishlari mumkin. Arzon narxlarda qilib beramiz. Pastda nomerlar bo'ladi, bemalol orqaga chiqib bo'laverasizlar. Manzil Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida to'liq ma'lumotli video davomida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, qiziqarli ma'lumotlar oldinda. Birinchi o'rinda akalar 220 magnat kartchalarimizdan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan kartchalaring 220 voltga ishlash uchun mo'ljallangan, uyga ham, mo'ykaga ham bemalol olib ishlatsalar ham bo'laveradi. Bu kartchalarimiz 220 kartchalarning ichida eng katta model, eng katta variantidan bo'ladi. Buning ikki xil modeli bor. Ya'ni 3 kilovatli varianti bor, 4 kilovatli varianti bor. Biz 4 kilovatli variantidan tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, minutiga ko'rishlaring mumkin. 17 litr suv rasxod qilyapti. 150 bar yozgan kelib 3 kilovat motorlar bilan jihozlangan. Releli motor, ya'ni releli pompa, pistolet qo'yib yuboradigan bo'lsalar, motorlari ham avtomatik o'chish xususiyatiga ega. 4 xil nasatkalari bor, 4 xil оборотda bemalol sepib ishlatsalar ham bo'laveradi. Komplektda so'ruvchilarga o'zini shlankalari hamda pistoletlarini komplekt qilib qo'shib beramiz. 3 kilovatli modelimizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $350, like bosib obuna bo'lib keladigan bo'lsa narxini kelishamiz. Narxdan tashqari 200 ming so'm bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi xuddi shu karterimizning 4 kilovatli modeli bor. Davlinasi bu karterimizga nisbatan anchagina balandroq holatda chiqadi. Ko'rishlaringiz mumkin. 220 davlina 4 kilovat 20 litr minutiga suv rasxod qilyapti. Magnat firmasiga tegishli. Balonlari bor, so'ruvchilar pistolet hamma yo'q komplekt holatda chiqadi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $400 dan dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Optim oladigan klientlarimizga ham optim narxlar chiqazib beriladi. Xo'p, 220 karterda ichida pul yangiroqdan bo'lsin degan akalarimizga 2 motorli variantidan bor. Bunda ham 4 xil nasatga so'ruvchilar pistolet hamma yo'qlar komplekt holatda bo'ladi. Narxini 3 200 ming so'mdan qilib beramiz. Hozir qisqacha narxi bilan aytyapmiz. To'liqroq ma'lumotini bemalol telefon orqali so'rashlar mumkin. Ukamizga 3 fazali karcher bo'lsin, 3 fazali variantidan bo'lsin degan akalarimizga 3 kilovat hamda 4 kilovatli 3 fazali karcherlarimizdan do'konimizga yetib kelgan. 3 kilovatli karcherimizning davlinalari 150-180 gacha urib beradi. 3 fazaga ishlaydi 380. Davlina legrovkalari o'zida davlinani net juryapti ko'rsatib turadi. Pompalari maslinni, ya'ni yog'li bo'ladi. Narxi 3 kilovatli 3 fazamiz narxi $300, 4 kilovatli 3 fazamiz narxi $400 dan chiqadi. Davlinasi 180-190 gacha 4 kilovatli 3 fazali karcherimiz urib beradi. Ukamizga bu karcherlar bo'lmabdi. Zo'ridan bo'lsin, originalidan bo'lsin, bizda 3 faza toki bor. Yirtishkasidan bo'lsin degan akalarimizga, hop, Omax karcherlarimizni bitta ko'rsatamiz, ko'rishlar mumkin. Xo'p, 5.5 hamda 7.5 li Omax karcherlarimiz bor. Bu karcherlarimiz ishlatganlar sifatini o'zini juda ham yaxshi bilishadi akalar. Pompalari ikki xil pompaga bo'linadi, e'tibor berishlari mumkin. Italiya pompa hamda turetskiy pompaga bo'linadi akalar. Bu 200 barli modelimiz 5.5 kilovat, sifati juda ham zo'r. 200 barli dokument 6 oydan 1 yilgacha garantiyalari bor. Narxini $880 dan 15-yanvargacha kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, bonuslari bilan qilib beramiz akalar. Endi xuddi shu karcherimizning 7.5 li modeli bor, ya'ni 250 davlinali Omax firmaniki bu ham sifati zo'ridan. Narxini $1100 dan obunachilarim uchun qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyatda ro'parasida telefon qilib bo'laverasizlar. Xo'p, endi akalar 5.5 kilovatli Guanjo karcher. Bular narxi qimmat ekan, ukam. Narxi arzonroq bo'lsin, lekin davlinani shular bilan bir xil bersin degan akalarimizga Guanjo karcherlarimizni 5.5 kilovatli variantlari, xo'p, motorlarimiz sli, pompalari original kattasidan narxini $750 obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Pompalari maslinli variantidan. Pilososlarimiz 1 million so'mdan Hop, $300 gacha har xilcha varianti bor. Motorni katta kichikligiga qarab turib, narxlari o'zgarib ketaveradi. Pastda nomerlar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqib oladigan bo'lsangiz, to'g'ri ma'lumotini olishingiz mumkin. Manzil Marg'ilonda, hokimiyatda ro'parasida.